الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hörmətli qarindaşlar, biz bugün Sure Nisa'ni başlaş aldıda turupdumuz. İlgirki derslerimizde Sure Fatiha, Sure Baqara, Sure Al-İmran qatarlıq surelerini ahırlaşdırdık. Sure Nisa'ga kelgenimizde bizning diqqatimizni tuncu bulup özüge tartıdığan iş surenin ismi. Yani sure Ayallah suresi degen bir isim bilen ataldı. Bu sureninki Ayallah ismi bilen kelgenligi insan türüninki ikki cinsininki birisiga bo'lgan alohida bir ehtirom. Alohida bir hurmat. Chunki biz diqqat qilganimizda Alloh subhanahu va taolo bu suradan boshqa hech qanday bir surada erlar ismi bilan atalgan bir sura yo'q. Ammo bu surani Suratun Nisa degan ism bilan keltirdi. İsimga qaragan vaqtimizda suraning ichidagi mazmunlarning asosan ayollarga munosabatlik, ayollarning huquqi haqida so'zlaydiganligini faraz qila olamiz. Undan boshqa bu suraga o'xshash ayollarning ismi bilan kelmagan taqdirdimi? Ayollarning ismi bilan kelmagan taqdirdimi? Ammo ayollar masalasi haqida so'zlaydigan suralardan sura Maida ayollar huquqi haqida so'zlaydi. Sura Ahzabda ayollar haqida qanaqalarda so'zlaydi. Sura Taloqda ayollar haqida so'zlaydi. Sura Mumtahinada, sura Mujadala, sura Tahrim qatorliq nurg'un suralarda ayollarga munosabatlik huquqlar haqida qanaqalar so'zlaydi. Nima uchun bu qadar ayollarga ahamiyat beradi? Nima uchun bu qadar ayollar to'g'riliq ko'p oyatlar tushdi, ko'p suralar tushdi, alohida ko'ngil biladi? Chunki ayollar inson tarbiyalaydigan, mana shu vaqtda texmi aniqroq tushunishlik bo'lsin uchun desak, inson ishlab chiqaradigan bir zavod. Biz hayotga qaraganimizda erlarning vazifasi dunyodagi boshqa turlar bilan bo'ladi. Masalan, jonsiz narsalar bilan urushdi erlar. Masalan, birlari tumi tastak bilan etishidi, birlari toshlan etishidi, birlari bir narsa chiqib atrofdagi jonsiz narsalar bilan, o'simliklar bilan, jonliq hayvonotlar bilan etishidi. Erlarning vazifasi bu. Birisi hayvonlarni tarbiyalaydi, birisi chorva boqadi, birisi yatiri degandek. Ya'ni şu narsalar bilan ishlaydi hayotda. Jonsiz, o'simlik, hayvonot. Neyse. Ammo ayolning vazifasi-chi? Ayolning asosli xizmat sohasi-chi desa, ayolning xizmat sohasi inson tarbiyalaydi. İnsan bilan bo'ladi. Amaliyotda ayolga nisbatan buningdan ortiq hurmat olmaz. Alloh subhanahu va taolo erning xizmatini bayatni tilg'aganimizdek narsalar bilan qilib qo'ygan bo'lsa, hayotda ayolning xizmatini inson bilan qilib qo'ydi. Yani buni o'zi nima desa, eng hurmatli degan gap ayol. Biz misol sifatida olganimizda qarindoshlar, kishilar orasidagi sharafi, hurmati, ehtiromi qilayotgan ishiga qarab bo'ladi. Agar qilayotgan ishi bir nima ishlar bo'lib qolsa, manda ko'zga ko'ringan yuqori tabaqadagi kishi bo'lib qolsa, kishilar bu kasb egasiga biroz hurmat bilan qaraydi. Ammo tuvan kasbdagilarga biroz tuvan ko'z bilan qaraydi. Hayotda insondan ulug' bir tur yo'q. Insondan ulug' bir maxluq yo'q. Ayol dal mushu tur bilan yashaydigan. Mushu tur uchun yoki mushu tur uning xizmat olgan bir tur. Yani ikki ayoldan iborat insonning ikki jinsininki biri olgan ayol kishininki xizmati inson bilan bo'ladi. Chunki biz hayotdagi shaylarninki balaliq davri yoki o'sib yetilish davriga qarasak, nihoyat qisqa.
O'simliklar rasmiy o'simlik holatiga kirib bo'g'chi bo'lgan muddati bak qisqa. Hayvonlarmi shu? Masalan, hayvonlarning ichidan bir oy nima deymiz endi o'sib yetilish davrini boshdan kechirdi hollari va undan keyin normal hayvonga aylanib ketadi. Ba'zilari hatto ba'zilari nech soat o'simlikmi shu? Ammo insonchi desa, insonning balaliq davri, o'sib yetilish davri taxminan 14 yilga yetadi. Qo'soqqa paydo bo'lgan ayol kishi shu balaga homildor bo'lgan vaqtdan tortib, ta shu bala 14-15 yoshga kirganga qadar onaning homiyligida, onaning mehribonligida yashaydi. Bu uzun bir parvarish davri. Allah subhanahu va taolo nima uchun insonga bu qadar uzun parvarish davri berdi? Chunki insonning hayotdagi xizmati nihoyat muhim. Parvarish davri taxminroq degan vaqtimizda balaliq davri qancha uzun bo'lgan sari insonning pishib yetilishi, atrofga bo'lgan moslashishi, atrofni tushunishi o qadar go'zal bo'ldi, o qadar mukammal bo'ldi. Kichik bala, yani inson o'zining balaliq davridan tortib atrofidagi butun narsalarni o'ziga singdirdi. Chunki kelgusidagi hayotni shuningdan oladi. Bala shu davrida onaninki mehribonligi bilan, onaning mehribonligi bilan dadaninki uningga qo'rg'on bo'lishi orasida go'zal bir shaklda qana qiladi, uyg'onaydi. Onaning mehribonligi balani go'zal yetildirsa, dadaninki u balaga nisbatan hayotdagi ishlarini hal qilib, uningga bir orqa to'ruk, bir tayanch bo'lib, uningga ishonch bag'ishlaydi. Shuning bilan bala o'zining balaliq davrini bir nuqtaga diqqat qilinglar. Boshdan o'tkazib tugutadi va uzun o'tmayla yana bir ayolninki ko'ngil bilish dairasiga kiradi, ya'ni o'ylanadi. Demak, insonning hayoti mayli balaliq davrida bo'lsin yoki balaliq davridan atlagandan keyingi normal hayotda bo'lsin, inson ayollarning parvarishidan bir minutmi ayrilolmaydi. Bu umumiy nuqtadan deyilayotgan gap. Demak, inson hayotda o'zining vazifasini ado qilish uchun, inson bo'lish bilan hayotda o'zining vazifasini ado qilish uchun hayotining bosh oxiri hammasi atrofidagi ya ona bo'lish bilan bir ayolning parvarishiga muhtoj yoki ayol bo'lish bilan shu erni orqa tarafdan huylab, orqa tarafdan qo'llashga, ya'ni uni taskin hayotning jafo mushaqqatlaridan, hayotning qiyinchiliklaridan taskin topqizib oldiga qarab bir ilgirlaydigan bir ruh beradigan birisiga muhtoj. Mana bularning hammani qiladigan kim o ayol kishi. Tarixda nurg'un ayollar o'tdi. Erlerden nurgun peygamberler ötü. Mesela ilgirki okugan derslarimizde Sur Bakara deyimiz, Sur Al-İmran deyimiz. Nurgun peygamberlerinin isimlerini tilga aldık. Nurgun peygamberlerinin özünün vazifelerini ada qilganligini tilga aldık. Ve yana şundaq bir ayollarni tilga aldık ki ilgirki derslerde. Meryem Aleyhisselam'a o'xshash, Meryem Aleyhisselam'ın anısıga o'xshash, Meyli Meryem Aleyhisselam'ın özü olsun, ya ki Meryem Aleyhisselam'ın anısı olsun, peygamber emas hiç qaysi, ya ki elçi emas, ama özünün hayattaki vazifesini en güzel şekilde vayiga yetkazib, urulgan ayollarning namunasi. Qur'on bularni bu şekilde qanday qildi, tilga oldi. Endi bizning bu surada ayollar ismi bilan tilga ilinishga ko'rsatgan sababimizning xulosasi yuqorida biz ayollarning fazilati, ulug'ligi, insonning ayolning parvarishidan ayrilolmaydiganligini deb o'tdik ya. Bu sura bizga balki musha ism bilan nurg'un narsadan bir narsalarni signal, bir mesaj uchurlarni beryapti. Yani bu sura nesa bir jamiyat qurish surasi. Chunki ismidan chiqib turadi ayollar.
Çünkü cemiyetni ayollar koruydu. Ya anı bulu süpütü bilen terbiyeçi şekilde koruydu bu cemiyetini, ya ki ayol bulu süpütü bilen cemiyet kurucularının arkasında turup koruydu bu cemiyetini. Her halde cemiyetini ayollar koruydu. Muşu sürününki diginimizdeki ayollar ismi bilen kelgeninin özü nime dese, sürü nime hakkında sözleydiken, insan kuruluşu hakkında sözleydiken, bizden hazırki sürünün 5 yıldan perez kavağınımız. Cemiyet, aile kuruluşu hakkında sözleydiken süre. Bizden şu sürü nisabtin ağınımızdan özülam şu. İnsan kuruluşu birinci, aile kuruluşu ikinci, ondan keyin cemiyet kuruluşu hakkında sözleydiken bu süre ahvaldan qaraganda. Andakin bir cemiyetni qoğdaydigan bir devlet küç ketidi bir cemiyetning yaxshiligini, cemiyetning normal tuzilmasini qo'g'dash uchun bular haqida so'z etgan. Demak, sura o'zining ismi bilan bizga suraning ichidagi mazmunlardan bir signallarni, bir mazmunlarni qanaq bo'ldi, bir bo'ldi qarindoshlar. Endi suraning 5iga qaraganimizda avval oyatni bir o'qib o'taylik. Estaizu billah. Bismillahirrohmanirrohim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آيات يا أيها الناس اتقوا ربكم خطاب bilan boshlandi. Ey kishilar, ey insonlar, sizlarni yaratgan, yani bir nafsdan, bir jondan yaratgan Rabbinglardan qo'rqinglar. Rabbinglarning qahhor sifatlaridan qo'rqinglar. Rabbinglarning g'azabini keltiradigan nuqtalar bilan o'zinglarning o'tirisiga ma'lum darajada bir fasil qo'yinglar. Sizlarni bir jondan yaratdi va shuningdan uning juftini yaratdi va bu ikkisidan nurg'un erlar va ayollarni zaminga tarqatdi yoki ko'paytdi. Sizlar Allohni o'zaro suollaringlarda, istaklaringlarda, talablaringlarda qo'llanisizlar. Shu Allohdan qo'rqinglar va sizlar rahmini o'zaro bir-biringlarning muomalalarida qo'llanisizlar. Buningdan qo'rqinglar. Alloh sizlarni kuzatib turguchi. Endi oyatning 5idagi qarindoshlar, ey kishilar degan nuqta bizning bir diqqatimizni tortib qo'yadi. Normalda biz ya ayyuhallazina amanu, ey mu'minlar degan mashakildagi xitobni ko'rganimizda bizning kallamizga keladigan narsa nima desa, mushu xitobdan keyin bizni buyuradigan bir nima ekan, buyruq ekan degan bir narsa kallamizga keladi. Chunki ey mu'minlar deganning o'zi bir eslatma. Sizlar meni Alloh deb qana qildinglar, e'tirof qildinglar. Menga iymon aytdinglar. Men bilan iymon to'xtamiga kirdinglar. Men hech qachon sizlarni majburiy shaklda bir ishlarga buyurayotganim yo'q. Balki sizlar menga iymon aytdinglar va buning qarshiligida, bu to'xtamning qarshiligida, bu iymonning taqozosi sifatida men sizlarni bir ishlarga buyurayman degan bir ma'noni beradi bizga. Madam sizlar meni Alloh deb e'tirof qilgan ekansizlar, sizlar menga iymon etgan ekansizlar, men bilan iymon to'xtamiga kirgan ekansizlar, sizlarga bir talabim bo'ladi, buyruqim bo'ladi, cheklimam bo'ladi. Sizlar buni ijro qilgandan keyin sizlarga va'da qilgan jannat shu vaqtda bo'ladi degan ma'noni beradi. Ya ayyuhallazina amanu degan xitob bilan boshlangan oyatlar. Shuna bunda oyatlardan keyin bizning kutadiganimiz ko'p hollarda ahkom, hukm, halol, harom, buyruq, cheklama turdagi mazmunlar bo'ladi. Endi masalan buni bir misol olsak, masalan shu yuqorida degan gaplarimizga valillahil masalul a'la. Kasal avval doktorini ixtiyori bilan bir tanlaydi o'zi. Falan doktordan qashq boray, bugun doktordan qashq boray, falan doktorxonaga boray. Kasal o'zi tanlaydi, erkinlik va kasallik. Doktorini tanlab bo'lgandan keyin doktor yozgan diagnozni uyg'unlash uning ustiga tushgan majburiyat bo'ladi. Doktor yozgan okul, dorilarni ishlatish uning ustiga tushgan majburiyat bo'ladi. Bu insonlar o'tirishga bir masala, endi biz Allohning qishig'i bo'lgan ekanmiz.
Allah qilgan buyruqlarni ijro qilish ustimizga tushdi. Bu ya ayyuhallazina amanu degan oyatdan keyingi mazmunlardan bizga beradigan oldin ola beradigan bir signal haqidagi mazmunlar. Endi bugungi oyatda sura Nisoning 5-lam ya ayyuhannas ifodasilar bor. Ey kishilar dedi. Ya'ni bu yerda hech qanday buyruq yo'q. Bir taklifat yo'q. Ama faqat badiyasi nima bo'lsa, insonga o'zining kimligini tunutish, asli vaslining nadin kelganligini uningga eslatish va bundan keyin qanday yo'lda minish ekanligini buningga bildirib qo'yishdan iborat bir narsa bor. Ya'ni ey insonlar, qani kelinglar. Maqtovimni anglanglar. Ma şekildeki hitap ma o. Ey insanlar, yani Adem Aleyhisselam'dan tartib ta kıyametki kadar zeminin üstünde işki putlap mağan her qanday insan bu hitapның tahtiga qana qılıdı, kiridi. Ayet bu şekilde başlandı savaqdaşlar, qarindaşlar. Biz ayetten bu hukum bilen ayetin mazmunlarını kütümüz emdi. Yani Allah insanın kimligini esletmiş şekilde insandan faqat bir narsani talab qilayotganda qildi. U o'sini nima u desa, insonningki yaratquchisining kim ekanligi va kelgusida qayoqqa mangadiganligi bu nuqtada diqqat qilish tegishli nuqtalar. Buni avval Qur'oni Karim inson bo'lish sifatini xitob qilib turib qanday qilyapti, boshlayapti. Ya'ni oyatdagi ey kishilar, sizlarning Robbinglardan qo'rqinglar. Müşedeki qo'rqish ifodasida biz ilgirki surlarda bak jiq izohlab ketdik qarindoshlar. Biz Uyg'ur tilidagi normal qo'rqish ifodasi deb tushunsak, bir tartarda tushunib olgan bo'lamiz. Bu yerdagi qo'rqish arabchadagi asli ma'nosi shuni ifodalaydi. Oyatning oldi keyindagi mazmunlar shuni ifodalaydi. Ya'ni Allohningki g'azab qiladigan taraflaridan Allah'ın qahriga uchraydigan ishlardan saqlanishni. Bu qo'rqishning ifodasi bu yerda. Asli ittaqulloh deki biz Uyg'ur tilidagi taqvolik deymiz. Shu ifodamiz shu, muttaqi deymiz. Shu ifodamiz shu, viqoya ifodasi va ya'ni bir parda qo'yish, fasil qo'yish, orliq saqlash degan ma'noda. Biz Uyg'ur tilida normalda orliq saqlashni ba'zi ishlardan saqlanish ifodamiz ham ishlatimizda emasmi? Ya'ni bu yerda shu ifodalarni ishlatsak bo'ladi. Allah'ın g'azabidan saqlan. Allah'ın g'azabini keltiradigan nuqtadan saqlan. Bunun tunjisi nima? İnsan Allah'ın g'azabini keltiradigan nuqtalardan saqlanish uchun tunji qilib Allah'ın o'zini yaratquchi ekanligini o'zining aqli bilan tunib yetish kerak. O'zining aqli bilan tunib yetish kerak. Mushu nuqtani oyatning oxirida Allah insonga eslatib deyotdi. Ya ayyuhannas ittaqullah demedi. Nima dedi? Ittaqu robbakum. Allohdan qo'rqinglar demay, sizlarni yaratgan Robbinglardan qo'rqinglar deyotdi. Chunki Allah degan so'zning hukmi ibodat, itoatni taqozo qiladi. Maqaradash ini qo'sni qilganlarda Allah degan itoat, ibodatni taqozo qiladi. Hozir Allah bizdan inson bo'lish sifatimiz bilan itoat, ibodatni talab qilmoqda oyatning 5-da. Nima deyotdi? Robbakum deyotdi. Bu darajaga kamida hozir oyat xitob qilayotgan insonlar. İnsan avval o'zini kimning yaratganligini avval tunish kerakki, Robbakum. Sizlarni parvish qilib yetildirgan. Shu Robb degan hukm degan nima desa, bir ishga boshdan oxir to'liq ega bo'lgan kishi Robb bo'ladi. Arab tilida Robb degan so'zni ma'lum bir bog'ning egisigimi ishiltidi. Robbul hadiqa deb ishiltidi. Ailedagi uy ayol bo'lib qolsa, uy ayolligimi Robb ishiltidi. Ish qilib bir ishqa boshdan oxir ega bo'lgan har qanday kishiga arab tilida Robb ishiltidi. Endi Allohga Robb ishlatilgan vaqtida, Allohga Robb degan so'z ishlatilgan vaqtda buning ma'nosi nima bo'ladi? Biz tarjima Qur'onlarimizda yoki tarjima qilgan asarlarimizda Parvardigor, Parvishkor deb tarjima qilamiz. Taxmin izohlasak, insonni yo'q vaqtda yaratgandan tortib, yaratgan har bosqichda uningga kerakli butun muhit va lozimatliklarni uningga ta'minlagandan tortib, dunyoga kelib bo'lgandan keyinki uningga kerakli muhitlarni hozirlash va uning o'sib yetilishiga kerakli barliq narsalarni uningga berish, ta'minlash, hayotda yashashga tegishli butun umumiy
holatlarini onunga ta'minlashdan iborat mush ishlarni ustiga olgan yoki mush ishlarni qilgan zot nima bo'ladi? Robb bo'ladi. Agar mush ishlar kallamizdan o'tsa, Allah bizni shunda yo'qdan yaratdi. Anamızning qursqida homila vaqtimizda bizga kerakli bir muhit hozirladi va tushgandan keyin zaminga yana bizga kerakli muhit hozirladi. Va usbitilgandan keyin bizga kerakli muhit hozirladi. Yashab baqqanlar biladi. Balalik davrida o'zguchlik bir kerakli muhit kerak. O'tir yosh davrida, yashangan davrida Allah insonga mushlarning hammani hozirladi. Agar mushu nuqta kallamizda aydınlaşgan vaqtida acaba kallamizga kelmamdi qarindoshlar. Mashta qilgan zotning bir haq qo'mmamdi yaratgan narsa ustida. Ani qil, ani qilma deydigan bir haq qo'mmamdi. Valillahil masalul a'la. Yani biz masalani taxim izohlash uchun ba'zi misollarni elishga ehtiyojimiz bor qarindoshlar. Bugungi davrimizda har qanday bir mahsulot ishlab chiqaruvchi taraf ishlab chiqargan mahsulotiga ma'lum darajada qo'llanma qo'yadi. Qo'llanma beradi unga. Ha, ma'nunki ishlatilgan shakli manda shaklda qo'llanildi, mancha soat qo'llanildi, buni manda asraysizlar, mancha ishlatib bo'lgandan keyin manda bir remont qilasizlar. O'ylab boqinglar. İnsan o'zi yasagan har qanday bir mahsulotiga kichik olsun, cho'ng olsun, bir tushuntirish yoki qo'llanma yoki asrash materiali ta'minligiga yada Alloh subhanahu va taolo bu qadar murakkab dunyoni yaratib, bu dunyoning ichida bu qadar go'zal murakkab insonni yaratib, ularni qonunsiz tashlab qo'yami acaba? Bunun bu dünyadaki hayatını retki saladigan bir tertip, tüzüm o'rnatmasdan tashlab qo'yami acaba? Manda qilisizlar, mama ishni qilmaysizlar, hayotdagi vazifanglar mao demasdan tashlab qo'yami acaba? Asla tashlab qo'ymaydi. Bugungi oyatimiz dal Alloh o'zi yaratgan bandalariga qarata qanaqayotgan, berayotgan bir dastur, tunji dastur. Tunji qatimliq Məniş lahisi, yaşaş lahisi, insan buluş sütü bilen, aldı bilen, tunca kademde özünü kimden yaratqanlığını tanış gerek. Bu birinci kademlik insanın qılıqdaki kişi. Çünkü yarattığı o ne o? İnsan özünün yaratqıçısını tanımığını da hayattaki vazifesine qanday ada qılıdı? İnsanın hayattaki düşündürülüşünü, insanın hayattaki musafirlerini qanday besip ötüdüğanlığını insanga kim dep berdi? Bunun için insan aldı bilen özünü yaratqıcı bo'lgan tarafninki buyruqlarini icra qilish, cheklimalarini yenish orqali uning g'azabiga uchrab ketmaslik kerak. Uningga qarshi keladigan ishlardan o'zini saqlash kerakki, oyat bizdan shuni talab qilyapti. Nima deyapti? Ittaqu robbakumul-lazi xalaqakum degan shaklda. Sizni yaratgan Robbinglarni qanaqalarga qo'rqinglar. Tamam. Ondan keyin buningdan o'tib ketgandan keyin bu ishqa dalil sifatida Alloh subhanahu va taolo bizga qilib qo'yayotgan bu kitobga dalil sifatida o'zimizni misol qilib keltiryapti. O'zimizni dalil qilib keltiryapti. Bu Robbninki sizlarni yaratgan, masalan, Robb ekanligining dalili, sizlarni bu xil shaklda uni qil, buni qilma deb bu buyruq qilishning dalili, o'zlarini yaratdi deyapti. Xalaqakum, sizlarning yaratılışınlarning o'zi, mush dunyodagi yaratilish tafsiloti, umumiy jarayonlar sizlarga nisbatan dalil. Siz mushunga tayinib turib qanday qilasizlar? Mangadigan yo'lni shu shaklda mangasizlar. Agar masalan buni masalani tushuntirish uchun biz birovga bir nasihat qilyapmiz deyli. Valillahil masalul a'la tabiiyki. Siz palanaxim bilan obda o'tang, yaxshi o'tang. O sizga manda yaxshilikni qilgan. Uning sizga qilgan yaxshiligi deb nasihat qilamiz boshqalarga. Agar biz nasihat qilgan shu shaxs biz aslatayotgan shu ishlarni ko'nglida e'tirof qilsa, tamam. Masala siz hal oldu, gapimizni oladi. Agar biz uningga deyotgan gapi uning esida yo'q yoki u e'tirof qilmaydigan ishlar bo'lib qolsa, tabiiyki gapimizni olmaydi endi. Allah subhanahu va taolo bizga
biz eng itiraf qiladigan yoki hech bo'lmaganda inkor qilolmaydigan bir haqiqatni oldimizga qo'yib qo'yib turib masala o'tirib qo'yatdi. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul-lazi xalaqakum. Xuddi bu yerda Allohning inson yaratganligi bir munozir talab qilmaydigan, hech kim shak qilmaydigan bir nuqta. Chunki inson undan boshqa holatlarni da'vo qilolmaydi-ki. Boshqa oyatlarda tilg'ilingandek inson o'zi yaratdim deyalamdi acaba demaydi. İnson men falan narsani yaratdim deyalamdi acaba demaydi. Yaratilish masalasi bir inson birdan bir inkor qilmaydigan haqiqat. Va da'vo qilmaydigan bir haqiqat. Va dunyoda haddidan eshib ketgan tog'utlama men falanni yaratdim, bukunni yaratdim, aqallisi men o'zimni yaratdim demaydi dunyoda. Yaratilish masalasi insonning oldidagi eng cho'ng bir dalil. Allah subhanahu va taolo bu munozir talab qilmaydigan dalilni bizning oldimizga qo'yib turib qana qilyapti. Allah sizni yaratdi. Allah sizni yaratdi. Unda bo'lgandan keyin Allah sizning Robbinglar. Unda bo'lgandan keyin mushuning o'zi Allah'tan qo'rqishingizga yetarlik. Allah'ning jalol sifatlaridan neri turishingizga yetarlik. Allah'ning g'azabi bilan aranglarda musofa qo'yishga mushuning o'zi nima yetarlik. Chunki biz bayatdan az ilgari asıltib o'tdik. Oyat ittaqulloh shaklida kelmadi. Allohdan qo'rqinglar demadi. Robbinglardan qo'rqinglar deyotdi. Chunki takror desak, Rob deganning mafhumi, Rob deganning tushunchasi yo'qdan bar qilish va insonga butun keraklik narsalarning hammasini qana qilish, ta'minlash. Mushu nuqta inson mayli musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, inkor qilmaydigan bir haqiqatga Qur'oni Karim sura Ankabutning 61-oyatda aytadi: "Va la in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Agar siz ulardan osmon zaminni kim yaratdi? Quyosh va oylarni kim bo'ysundirib berdi insonning xizmatiga deb so'rasangiz, ular Alloh deydi. Ashta deb turib yana nega bor ekan ular? Demak, bu yerdagi yaratilish masalasi musallam bir masala, prinsip masala. Inson uni qat'iy qana qilolmaydi, inkor qilolmaydi. Mush nuqtadan davomlashtiramiz. Demak, bu yerda qaysi nuqtaga keldik qarindoshlar? Madam sizlar Allohning Robbi ekanligiga ishondinglar. Inkor qilolmadinglar. Doğandan keyin mening qudratim bor degandek bir ma'no bu yerda. Bu bir. Ikkinchidan, yo'qdan sizni yaratgan har bosqichda kerakli bo'lgan barliq lozimatliklarni nima lozim bo'lsa, uni men sizlarga ta'minlab berganligimni qana qilasizlar? Buni e'tirof qilasizlar, buni inkor qilolmaysizlar hech bo'lmasa. Doğandan keyin hikmat menda. Allah subhanahu wa ta'ala'nınki yuqorqi ittaq ya ayyuhannas taqu rabbakum degan oyatdan bizga berayotgan ma'nolari bu yani. Endi bir iloh va uning qudrati va bayatni deb o'tgandek va butkul ishlarda hikmat sahibi, har ishda hikmat bilan qilyotdi. Endi mashta Allohdan uning buyruqlariga xiloflik qilishdan saqlanish orqali g'azablardan saqlanib qilish kerak. Hikmetleriga bizga bergan ne'matlariga tashakkur bildirish orqali buni iqror qilish kerakmi yoki bundan boshqa yo'l tutish kerakmi? Sen o'ylanib baq ey inson degan mazmun chiqadi. Yuqorqi o'qigan ya ayyuhan nas taqu rabbakumul-lazi xalaqakum min nafsin wahida. Bir nafsdan sizlarni yaratdi degan shaklda oyatning 5i shu shaklda boshlandi qarindoshlar. Oyatning ilgirki mazmunini shu shaklda tushunsak bo'ladi. Davomlashtiraylik oyatni. Oyatning oxirisida ya ayyuhan nas taqu rabbakumul-lazi xalaqakum min nafsin wahida. Ey insonlar, sizlarni bir nafsdan yaratgan Robbinglarni qo'rqinglar. Agar oyat nishada to'xtab qolgan bo'lsa, kinki va xalaqa minha zawjaha deganni yaratmagan bo'lsa, biroz biz ba'zi mazmun jihatda tushunishdan qiynalgan bo'lardik. Oyatning oxirisida va xalaqa minha zawjaha, sizlarni bir nafsni yaratdi, butun insonning
umumiy qurilmasi o'xshash. Bu yerda 3-jihatda min nafsi vahidan ya Adem alayhissalomga olamiz o'xshash. Adem alayhissalom avval yaratilgan shaxs, undan boshqa butun insonlar shuning vujudidan kelib chiqqan degan shaklda tushunsak bo'ladi yoki butun inson o'xshash bir shaklda. Hech qanday nimasi yo'q, farqi yo'q. Ondan keyin oyatning oxirida va xalaqa minha zawjaha. Shu nafsin uning juftini yaratdi. Adem alayhissalomdan, asosli Adem alayhissalom murod ilgirki oyatdan. Adem alayhissalomning juftini yaratdi. Chunki ilgirki boshqa oyatlarda mubogu va min kulli shay'in xalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Biz har shaydan juft yaratdik deydi. Undaganda sizlarning yaratilishinglar oyatning bizga olgan xitobi shu, bir nafsdan. Bir nafsdan Adem alayhissalomdan va uning jufti yaratildi. Amma shada bir da'talashli va mencha kirmaslik biraz uyg'un buningga. Masalan, ba'zi kishilar deydi, Hava Adem alayhissalomningki qo'g'usdan yaratilganmi? Ya'niki va xalaqa minha zawjaha degan oyatni akaplam. Shu Adem alayhissalomdan Hava alayhissalomni yaratdi degan nuqtani akaplam. Adem alayhissalomning qo'g'usdan yaratdi degan bir qarashlar va yoki yana bir qarash va xalaqa minha zawjaha. Yani Adem alayhissalomning turidan juftni yaratdi, o'z turidan hamda. Xuddi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. O'zinglarning inson turidan payg'ambar keldi degan bir oyatdiki ifodalan o'xshash ifoda. Undan keyin mushiyada ikki xil hukm bor. Birisi Adem alayhissalomni yaratdi. Adem alayhissalomning qo'g'isidan Havo alayhissalom yaratdi. Yoki Adem alayhissalomni yaratdi. Adem alayhissalomning jinsidan, endi jinsidagini insondan bir nima juplab berdi, bir juplab berdi. Mushu nuqtaga kelgan vaqtimizda balki menda hukm chiqishi mumkin. Adem alayhissalomni laydan yaratganlik tafsilot ma'lumotlari bor. Laydan yaratdi Allah subhanahu va taolo. Undan keyin Adem shakliga kirgizdi, uningga jon kirgizdi, Adem bo'ldi. Bu insonninki birinchi türününki yaratılışı yani. Ana Hava alayhissalomning yaratılışida tafsilotli yo'q. İlla ki müşahiyet. Ayetga ko'ra Adem alayhissalomdan Hava alayhissalomni yaratdi. Yoki Adem alayhissalomning türüdən Hava alayhissalomni yaratdi. Ikki xil ma'no chiqadi. Bir mazmunlarga ko'ra Adem alayhissalomning qo'g'isini yaratdi. Bu bir fikr. Yana bir mazmunga ko'ra Adem alayhissalom bir inson ya. Mushu insonga öz jinsidan, yani inson başqa hayvanlardan emas, hayvan türlerinden emas, to'rt putluq va boshqa putluq emas, Adem alayhissalomga o'xshash, tabiatini tamamen birisining tasavvur, tafakkur, o'y fikri bilan moslashadigan bir shakldagi o'zga o'xshash insonning birini juplab berdi. Agar ikkinchi fikrdagidek olsak, balkim Havo alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo Adem alayhissalomga o'xshash laydan yaratgan, Adem alayhissalomga o'xshash jon ko'kizgan va Adem alayhissalomga juplab bergan mazmunlar chiqdi. Ama bu yerda qolgan tafsilotlar yo'q. Adem alayhissalomning yaratilishi haqida tafsilotlar yo'q. Havo alayhissalomning yaratilishi haqida tafsilotlar yo'q. Bir bilik dalillar va yoki bir bilik mazmunlar va qo'g'isini yaratildi deydigan. Faqat bizning tayindig'imiz mushadagi bir oyat. Adem alayhissalomdan Havo alayhissalomni qana qildi, yaratdi. Masala bak cho'ng ahamiyat yo'q masala kirishning ichiga. Shunga qarindoshlarimizning shu nuqtada top qilishini men tercih qilma, yani shuni tavsiya qilma. Adem alayhissalom chunki g'aybiy masalalarda bayon qilingan doirada to'xtash eng sog'lom yo'l. Adem alayhissalomning yaratilish jarayoni bizga bayon qilindi. Bayon qilingan bo'yicha qanchalik desak bo'ladi. Havo alayhissalomning yaratilish jarayoni faqat Adem alayhissalomdan yaratildi dedi. Uning qo'g'isidan yaratildimi yoki Adem alayhissalomga o'xshash tabiatli yaratildimi? Bu bizga noma'lum. Faqat ehtimol, shu taraflarga ehtimol va ba'zi dalillar, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra shu doirada turib qolsak, mencha eng sog'lom turib qolgan bo'lamiz endi qarindoshlar. Chunki buning neresininki bak nimasi yo'q, bak ahamiyati yo'q. En mühim ehemmiyet nima bu yerda saboqdoshlar, qarindoshlar? Bu nuqtaga kalonlarga keldim. Ya'ni o'xshash inson birisi bilan maslasha oladigan.
insonlikda o'xshash. Ammo insonlikning ichiga kirgandan keyin turda ikki xil. Buning tabiati bu yoqqa moyil, qarshi tarafning tabiati buningga moyil. Ya'ni ikkisi o'xshash tabiatli ko'p, bunda parallel shaklda ketmaydi. Balki ikkisi o'xshamagan bir shaklda birisi-birisiga magnesman tortadigan tabiatda. Ammo shakli o'xshash inson. Buning o'zi Alloh subhanahu va taoloninki bizga yaratib bergan yoki bizga ato qilgan eng cho'ng ne'matining bir ifodasi. Takrorlaysiz so'zimni, o'xshash inson. Agar insondan bir boshqa maxluq sifatida yaratib bergan bo'lsa, qanday tasavvur qilib olsanglar bo'ladi. Bir oilada yashash, birisi 2 putliq mangan, birisi 4 putliq mangan masalan. Birisining terisi mana shakllaydi, birisi masalan chupuyuz yoki tüklik maxluq va o'xshamagan bir maxluq. Birisining 2 ko'zi va birisining 1 ko'zi va birisining 3 ko'zi. Ya bu tasavvur qila olmaydi insonning u shaklda bir yashashini. Ya'ni inson o'ziga o'xshash bir shaklda jupga erishdi. Melodam alayhissalom mayli biz bulayli. Ayoldan üşkmeydi, ayol erdan üşkmeydi. Ama bularning tabiati parallel tabiat emas. Yani erning tabiati parallel tabiat, ayolning tabiati parallel. Bularning tabiati nima desanglar, unda birisi-birisiga tortishadigan ikki nuqtadan kelgan tabiat, mayillik va hissiy bir xil tuyg'uga ega bir tabiat. Alloh subhanahu va taolo bu shaklda yaratib berganligini tilga oladi bu yerda. Va xalaqa minha zawjahadan biz bayatdanqa datalashlarga kelganning o'rnida Alloh subhanahu va taoloning bu qudrati va bu ne'matini eslash bizga biroz nima chiqishi mumkin, foydali chiqishi mumkin. Endi yaratilish masalasi tilga ilinib qoldi bu yerda. Amaliyotda insonning yaratilish masalasi inson o'zi ishkirlab, cho'nqurlab oxiriga chiqa oladigan bir tema emas. Bu haqda kim so'zlasin, qanchalik taraqqiy qilib ketgan ilm-fan so'zlasin, bu masalaning oxirisi g'aybiy masala bo'lib chiqadi. Masalan, davrin deymiz. Davrin nima bilan anglab necha yil ilgarilar butun dunyo uni chaynab, pukirib tashlatib bo'lgan bir nazariya davrining nazariyasi, ya'ni insonning maymundan yaratilish masalasi, tadrijiy taraqqiy qilish masalasi. Bularning eng cho'ng javob bermagan savolidan birisi ilgirki maymunlarga ta'sir qilish orqali insonga o'zgartgan omillar bugun kundagi maymunlarga nima uchun ta'sir qilmaydi bu bir. Undan keyin shu omillarning ta'sirida inson bo'lgan inson va yana shu omillarning ta'sirida nima uchun insondan boshqa maxluqqa o'zgarmaydi? Bu mush savollarga hatto davrining o'zimi qanaqlanmoqlik javob bermaylik. Chunki Qur'on masalani nihoyatda kesiklik qarindoshlar. Yaratish masalasini nima deydi Qur'on? Ma ashhadtuhum xalqas samawati val ard. Ma ularni osmon zaminni yaratgan vaqtda qishiq akab yaratmagan. Yoki ularga ko'rsatmagan, ularni hozir qilmagan yerga insonlar bilmaydi bu haqdagi masalani. Wala xalqa anfusihim. Inson o'zining yaratilish masalasini bilmaydi inson deyotdi. Wala wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Bu yo'ldan azdag'uvchilarni men o'zim yordam chiqib olganim emas. Ya'ni u yaratish undaq, yaratish mundaq, birisi kelib inson undan yaratilgan, birisiga bundan yaratilgan. Oyatda Allah subhanahu va taolo mashta ozg'unliqlarga qarata, ozg'un fikrga qarata bizga nim bir vaqtda bir iymonat kuchi bor. Xotirjam bo'l, yaratish mening masalam dedi Allah subhanahu va taolo. Na osmon zaminning yaratilishi, na insonning yaratilishini inson tushungidek darajada emas. Chunki bilmaydi ular. Qaranglar oyatning oxirisida va ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Men u ozdiruvchining yordam chiqib olganim emas, qilganim yo'q. Ya'ni ular men yaratish bir tikanmu degandek bir gap endi. Osmon zaminni yaratgan vaqtda ko'rib tikanmu degan gap. Inson yaratgan vaqtda o'zining yaratilishiga shohidlab tikanmu degan gap. Ya'ni osmon zaminning yaratilish jarayoni, yaratilish ahvoli, insonning yaratilish ahvoli, yaratish masalasi xolis Allohga oid masala. Agar bu masalada to'g'ri tushunchaga kirishmoqchi bo'lsak, Alloh bergan ma'lumot doirasida to'xtaymiz, uning inga o'tmaymiz. Kimlar kelib, qanday bir nazariyalarni o'tirg'u qo'yib, qanday bir ism bilan o'tirg'u qo'yib, yaratish haqida buni desa, biz uni rad qilamiz. Mushu oyatning nima so'zlan bizga bergan immonat kuchilar. Shuningcha Odam alayhissalomningki yaratilish haqidami faqat Qur'on deb bergan doirada. Chunki bizni Alloh yaratdi ya, yaratquchi eng obdan biladi buni.
Allah deb bergan doirada to'xtaymiz. Havo alayhissalomning yaratilish doirasini Allah deb bergan doirada to'xtaymiz. Uning o tarafiga qana qilmaymiz, o'tmaymiz. Ondan keyin oyatga qaytib kelaylik qarindoshlar. Bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor. Ayet ya eyyuhan nasu taqu rabbakumul-lezî xalaqakum min nefsin vahide. Min nefsin vahide. Biz ibodatdan bir gapni davaldik. Sura bir qurilish surasi. İnsan qurilishi. Avval suraning vazifasi shunga ya eyyuhan nas boshlanadi. Aile qurilishi, yoki mu'min qurilishi, aile qurilishi, jamiyat qurilishi, davlat qurilish surasi. Qurilishning birdan bir dushmani bor savoqdoshlar, qarindoshlar. O o'simi bilinish. Har qanday bilingan bir to'p asla qurilmaydi. Bilingan bir millat qurilmaydi. Bilingan bir davlat qurilmaydi. Qurilaman deydi ekansa, bilinmay ittifoq qilish kerak. Oyatda bizning diqqatimizni tortadigan nuqta nima desanglar, oyatning oxirida min nafsi vahida. Sizlarni bir nafsni yaratdi deydi. İnsan bir nefsini yaratılandı, iki nefsini. İnsan iki kişiden yaratıldı. Erdin ve ayaldın. Bu normal kanuniyet. Nime için ayet sizini iki demden yarattım demey, bir adamdan yaratıldı. Bir adamdan yarattım deydi. Eminet iki adamdan yaratıldı o. Ama Allah bir nefsini yarattım dedi. Nime için dese, meşyede kiçikkenin bir uçukunu koymazlar. Bölünüşke. Normalde bir işin sahibi iki olup kalsa, İnsanlar oturusdaki bir xil yamanlık hüceyresi, pasatçılık hüceyresi insanlarını ikiga ayırıydı. Mutlaka ikiga ayırıydı. Birisi Adem Aleyhisselam tarafından misalga davatı ben koymadı. Birisi Hava Aleyhisselam tarafından durdu. Ben anın balısı Allah Subhanahu wa Ta'ala meseleni kesti. Gerçi insan iki neslini yaratıldı. Erdin, ayaldın. Ama Allah meseleni kesip hemen bir kesip. Bir atının balları hemen. Bu şekilde bir hitap kılatıdı. Bu bizge bir mesaj qarindoshlar. Bu bizge nisbeten bir nima bu signal. Eğer sen qurilmoqchi bo'lsang, birlik ol demekçi. Çünkü surishti qilib bag'in, otangni surishti qil, otangning otasini surishti qil, uning otasini surishti qil, surishti qilib bo'lsang, oxirida hammasi insoniyatlik nuqtasidan Adem alayhissalomga berib qanday qilinadi, bog'lanadi. Bu noktadan aladigan bir mazmun qarindoshlar. Ondan keyin yana bir nokta. Bunu yuqorqi oyatdan. Masalan, davrun deyli. Endi shu davrunning gapiga berib qoldik, chunki yaratish masalasi o'g'a chiqadi. Tasaddibiylik nazariyasini o'tirib qo'yish orqali mana bir tasaddibiy deydigan bir gapni o'tirib chiqarib bilan o'zining nazariyasini shu asosda o'rtaga qo'yadi. Tasaddibiylik. Tasaddibiy bo'lgan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bu xil shakldagi safsati yoki aldırmalar qarata Qur'onda raddiya bergan yoki musulmon ulamolar orqali raddiya bergandan boshqa Müslüman emaslarni mushu nuqtaga ep kelgan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Müslüman emaslarning tili bilan ba'zi masalalarni oydinlashtirgan. Masalan, fransiyalik bir olim mushaqda bunda bir gap bor. İnsanning asli bu tasaddibiylik deydiganlarni hayron qalaman deydi shu olimning gapi. Fransiyalik olim ismi Moni. Tamam. İnsan tasaddibiy bir insan bo'lib qolsin. Buni biz ma'qul deb turli. Ammo bu tasaddibiylikninki uzluksiz shaklda davomlashishi aqlga sig'maydi. Qanday? İnsan tunji qadim tasaddibiy yaratilib qolsin. Ammo o'xshash bir turdagi ikki inson va uning ichki dunyosi va jinsida o'xshamaydigan ikki tur. Bir inson, ikki tur. Tasaddibiylik. Bu aqlga sig'amdi. Ayol. Qarasanglar, inson, ayolmi inson, insonlik tabiati o'xshash, ichki dunyosidagi erlik va ayollik, ba'zi fiziologik va ichki tabiiy mijoz xarakterdagi o'xshamaslik va bularning parallel shakldagi inson tabiatiga ega emas, balki birisi-birisiga tortishadigan magnet shakldagi tabiatiga ega bo'lishi.
Bu mutasaddilikmi? Va bularning bir yerga kelishi va bularning o'ttirisidan aningga o'xshash o'g'illarning tug'ilishi va maningga o'xshash qizlarning tug'ilishi. Bularning hammasi tasaddiqmi acaba? Degan shaklda men musulmon bo'lmagan fransiyalik Moni ismli olim bu shaklda qana qilgan raddiya bergan. Qarindoshlar, bugungi oyat bu yoqqa berishimizning hojati yo'qligini bizga da'vatidi. Masalani kisayotidi, nima da'vatidi? Bir nafsni yaratdi. Shu nafsdan uning juftini yaratdi. Büyük bir kudret az ilgili eslettim sizlerge. Qaranglar, ayol insonlikda tamamen o'xshash, birisi-birisidan hukmaydigan, yiriginmaydigan, birisi-birisi bilan bir yerda o'tirib qo'palaydigan shaklda. Ammo tamamen o'xshash emas. Ma'ning tabiati erch tabiat va ma'ningda ayolchi tabiat va. Ercha ayolchi tabiatlik. Bularning bu tabiati parallel şekildeki tabiat emas, qiyib ketishi mumkin. Balki magnet simon tepishadigan emas, tortishadigan tabiatga ega. Demak, bu yaratilish anda bir tasaddiqlik qo'yadiganimizda unda shaklda yaratilish emas, balki bu yaratilish puxta, nihoyat hikmat bilan bir loyihalangan bir yaratilish bu. Ajoyib bir ko'ngil bilish bu. Ajoyib bir hikmat. Buni nima deb tasvirlasak bo'ladi. Ammo tasvirlashga tilimiz ojiz keladi. Oyatning 5i dal mushu nuqtani uzluksiz bizga qanday qiladi, da'vatidi. Mushuni men sizlarga bayotning yoqida, darsimiz boshlanganning yoqida tushuntirish uchun tirishayotgan nuqta shu. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul-ladzi khalaqakum min nafsin wahida va khalaqa minha zawjaha. Mushu nuqta bizning bayotning yoqi sizlarga tushuntirish uchun tirishayotgan nuqta shu. Endi oyatning oxiriga qarasak, bassa minhuma rijalan kaseeran va nisaa. O ikkisidan nurg'un erlar va ayollarni qana qildi, yaratdi. Taqat ya'ni bassa degan shaklda. Bassa normalda zaminga tarqilish ifodasini ko'rsatadi. Chunki zaminning har taraflarida insonga foydali, insonga yashashiga qulaylik sharoitlarni har tarafga chiqqan bo'lib, insonlarning har tarafga yeyilishi, shu foydali narsalardan, xayratlardan manfaatlanishini ko'rsatadi bu yerda. Undan keyin oyatda diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor, qarindoshlar. Nurg'un erlarni tarqatdi deb bo'lib, ayollarni tarqatdi deydi. Nurg'unisi yo'q. Erlarda nurg'un erlar bor, ko'p ifodasi var. Ayollarda köp ifodasi yo'q. Nima uchun erlarga ko'p so'zni ishildi, ayollarga ishlatmaydi desa, endi bizning kallamizning yetgan nuqtasi bu haqda. Dunyodagi umumiy jins son farqidan erkak jinsi ayol jinsidan azaladi normalda. Mayli bizlar hayvonotlar dunyosi qarab baqsaqmi shu, o'simliklar dunyosi qarab baqsaqmi shu. Masalan, bir qo'tonga qarasak, erkakka necha tal, ammo kishi hayvonlar necha yuz tal. At yilqilarmi shu, kalapadisimi shu. Misolga olsam, nihoyat ko'p narsalar bor, ammo biz qarab baqsaq, har qanday bir turining ichida erkakka mesela köp sallaq turunun içinde az, kişisinin buludu, köp buludu. Endi muşadaki kefira, mesela köp erlerini taqatdi, bu ayollarını taqatdi. Degan noktada, eğer köpni ekemese, normalde bizning hayat kanunu düşünüşümüzde erler az buludu, ayollar köp buluş gerek. Yani erkek az, kişisi köp buludu hayvanatlar kanunuydu da. Ama Allah subhanahu wa ta'ala bu yerde erlerinin yeterlilik derecede köp işgallikini ifadeligen bir şekilde erlerge köplük ifadesine qanaqılgan, kullangan buluşu ihtimal. Bu bizninki çöngilimiz vallahu alem. Yani hayvanatlar dünyası o'xshash yüzge birden doğru keladigan bo'lib qolsa, nimet Allah shunda yaratsa onun amal yok ama bugün gündekidek bir erge birden ayol to'g'ri keladigan bir shakl yaratganning o'zi Allohning bizga bergan ajoyib büyük bir ni'mati, tam boshqa hayvonlar dunyosining aksicha.
Başka hayvanlar dünyasında çişisi az, çişisi köp, erkek az. Çünkü bir atal erkek hayvan neçe yüzlügen çişi hayvanlara nispeten nasıl kaldıra alaydı? İnsanlar dünyasında bunun tam aksice erlerini mu ayollarga okşaş köp yaratkanlığını Allah subhanahu wa ta'ala bu yerden qanday qilib bizga esletip erlerinin keyniga köp degan sözünü bağlap keltirdi, lekin ayollarda qanday qilib keltirdi. Çünkü bayatın deganimizde canlıklar dünyasında çişinin köp bulduğanlığı. Hem öyle bildiğin mesele erkekinin köp buluşu nadir ahval. Bel insandaki erlerinin mi köp bolğanlığının özü Allah'ın insanga ata qilgan büyük bir nimetlerden birisi. Ondan keyin batha köpeytdi, taqatdi degan so'zninki söz ifodalariga qarasak Allah subhanahu va taolo bu yerda bizga gap yaratilishdan boshlandi ya, bir sonliq statistika ma'lumotini uchurini beryotdi. Buni nima demoqchi desa, inson bunun lazımanga pokkide asmandan mushu son bilan tushgan emas. Aslisining yaratilishinglar bir manbaga yorib to'xtaydi Odam alayhissalomga. Havo alayhissalom bilan Odam alayhissalom o'tirishdan balaları, her bir baladın yeni aile balaları, her baladın aile balaları. Şunu qarasak, her asrda nüfus köpeyip mağdı. Mesela 21. asrdaki nüfusni 20. asrdaki nüfusla salishtirsak, onun xillar köp. Onun aldığı asrda texim az, onun aldığı texim az. Mesela piramida şekilde, teatr piramida şekilde bu qandaq mağdı, azlab mağdı. Eğer vaqt o'qini keyniga tartsak. Mushunaqni Allah subhanahu va taolo bizga qanaq qiladi, aslatadi. Ya'ni bu yerda bir statistika qilib baq deyotdi. Aslinga qaytib baq deyotdi. Aslimizga qaytib baqsak, yig'sak, bütün bir tuqqan qarindoshlarim bilan hammasi anam bilan dadam qo'yib to'xtaydi. Dadam yoki anamning bütün qarindoshlari bilan shu bovam va momam qo'yib yig'iladi. Mashta yig'ilib berib Adem aleyhisselam bilen Hava aleyhisselam'a berip toxtayımız. Yani ayet bizning zihnimizni shuningga tortyotdi ki insonlarning asli manbasining bir ekanligini. Til, rang, rayon ve başka her qanday bir omil tüpeylidin yemirilishga bo'lmaydiganligidek bir ushurni bizga qanday qilyotdi, Çünkü ayetning oxiridan biraz şu ma'nilarni qanday qilamiz ko'ramiz sanoqdoshlar. Ayetning 5-mi shutdi. İnsanning asli manbasininki ko'payish, ya tarqalish manbasining bir ekanligini da'vatgan. Hozir bu yerda tarqatdi degan ifoda bizga statistikalik bir zanjirsimon holatni bizga qanday qilyotdi, biryotdi bu uchurni. Yani sizlar bunda bayatın deganimdek bir yerdan akaplam tüküp qo'ygan bir sanaq emas, balki şu bir candan yoki ikki adam o'tirishdan bunda zanjirsimon holati taqalgan. Yani eğer aslinglarga qaysanglar, hammanglar tuqqan chiqsizlar, hammanglar bir odamning bolalari chiqsizlar. Qaysi tilda so'zlanglar, qaysi rangda, qaysi irqda bo'langlar, qaysi rayon, qaysi davlatdan bo'langlar, hammangning asli bir. Hech kimningki til, rang, irq yeni bir omillarni dastak qilib olib, boshqalarni izishiga, tuvan ko'rishiga, ayrımcılık qilishga asla bo'lmaydi degan bir masalani bizga qanday qilib da'vatdi. Ya'ni biz darsimizning 5-da bir nuqtani degayi sanoqdoshlar. Bu sura qurilish surasi. İnsan qurilishi, mu'min qurilishi, oila qurilishi, jamiyat qurilishi, davlat qurilishi, yarashar xarakterli bir islomiy jamiyat qurilish surasi. Bunda bo'lgandan keyin dedik-ki, chechilganda buzganda, ayırganda, bölüngende asla qurilish olmaydı. Qurilishninki birdan bir eng muhim omillardan birisi yig'ilish, bir yerga to'planish, ittifoqlashish, ayrimchilikni yo'q qilish. Sura boshdan oxiri mushu nuqtaga qanday qilyotdi, xizmat qilyotdi. Undan boshqa oyatdan bizga berilayotgan bir uchur ma'lumot nima desa, insonlar mushu bugun kunidagi dadasidan anasining tug'ilganiga qarab amashda dada bilan ana to'y qilsam inson tug'iladi. Chunki uning balasi to'yibdi, balasi oldi, uning balasi to'yibdi, uning balasi. Agar bizma oyatda deyilgandek, shunda zanjirsimon holatda aslidagi sastiga qaytib baqsak, shu shaklda zanjirsimon holatda aslimizga qaytib baqganimizda birga to'xtaymiz. Adem alayhissalom bilan Havo alayhissalomdan qashaq kelib to'xtaymiz. Ashakaga vaqtda bir savol javob berish to'g'ri keladi. Tamam,
Men dadam bilan anamning o'tirisini tug'ilib ekanman. Dadam bilan anam, bobom, momamdan tug'ilib ekan deb baga vaqtda Odam alayhissalom bilan Havo kimdan tug'ilgan deydigan kelgan vaqtda andin keyin oyatdagi xalaqakum degan yaratish masalasi nega chiqadi? O'rtaga chiqadi. Boshqa oyatlarda de inna xalaqnakum min zakarin va unsa. Aşının beşiğici tamam hemen şunu eləyimiz. Adem İslam'ıcı bolğan arlıqdakining hammani tamam er ayaldan to'g'il şunu eləyimiz. Aş eng oxirgi nuqta. Adem Aleyhisselam'a bo'lgan vaqtda, Havo Aleyhisselam'a bo'lgan vaqtda, an shu vaqtida biz javob beradigan bir savol o'rtaga chiqdi. U bo'lsa-mu Havo Aleyhisselam va Adem Aleyhisselamni qanday bo'lib dunyoga keldi? An shu vaqtda yaratilish masalasiningki qanday masala ekanligi biroz bizga nisbatan qanday qilinishi mumkin, tushunilishi mumkin saboqdoshlar. Ayatni davomlashtirsak qarindoshlar, vattaqulloh ayatning oldida Allohdan qo'rqinglar ifodasi yo'qdi. Robbinglardan qo'rqinglar ifodasi bordi. Biz shu vaqtda nima uchun Allohdan qo'rqinglar demay, Robbinglardan qo'rqinglar deydi degan vaqtda, chunki Alloh insonlikqa xitob qilyapti. İnsanlikning e'tirof qiladigan bir nuqtasi bo'lsa-mu, o'zining yaratilishi va o'zini yaratquchining bog'ligi. Yuqorqi masala biroz oydinlashib, biroz masala yorib, inson zodi o'zining bir yaratquchisining bog'ligini va bu hayotningki shu yaratquchining ta'limoti bo'yicha davom qiladiganligining muhimligi yoki zarurligi shuni tunugandan keyin an bir nuqtaga keladi. U bo'lsa-mu Allohni tunish nuqtasiga keladi. Ya'ni ilgirikilarning hammasi ta oyatning mushaykagicha. Vattaqullohallazi tasaaluna bihi val arham kagichi bo'lganning hammasi Alloh degan tunishga kagichi bo'lgan arliqdagi dalillar hisoblanadi. Inson shu dalilga kagan vaqtda undan keyin Alloh subhanahu va taolo nimda xitob qilyapti shu vaqtda vattaqullohallazi tasaaluna bihi val arham. Ya'ni Rabbinglar hozir sizlarning kallanglardagi shakllangan dalil faktlar bilan bir ma'budlik holatiga keldi. Sizlar ibodat qiladigan bir zot holatiga keldi. Uning ta'limotini oladigan bir holatga keldi. Unda bo'lgandan keyin sizlarga hayotda uni qil, buni qilma deydigan ta'limoti beradi. Mush ta'limotni hayotingizga tatbiqlanglar, uning g'azabidan saqlaninglar. Deb kelib inkor qilganlarga bir raddiyani qo'shib qo'ydi bu yerda. Agar sen inkor qilsang, realligini qarab baq. Allazi tasaaluna bihi val arham. Sening tabiatingda Alloh hukmi bor. Sen o'zaro boshqalardan mehri shafqat talab qilganingda, o'zaro gap so'zlaringda mehribonlik qilinglarda shu Allohni o'rtaga qo'ysizlar, orig'i tashlaysizlar. Mayli sen Allohni haqiqiy shaklda tunuma Allah hukmi aranglarda bor. Birisi bir narsa olgan vaqtda Alloh rahmat qilsin deydi mesela. Allohning nomi bilan deydi. Hatto dinsizlarga qasam qilaman deydi mesela. Mushning hammasi inson tabiatidagi Alloh hukmi. Bu oxirgi bir dalil. Allohdan qo'rq deb bo'lib, Allohni inkor qilsang men senga deb turay. Sening tabiatingda Alloh bor. O'zaro bir narsa so'rashgan, umid, orzu masalan, mashta ishlaringlarda sizlar Allohni qo'yib turib o'rtaga an so'raysiz birisi-birisinglardan. Bu bir nuqta. Ikkinchisi val arham. Masalan, ham aydınlaşgan nuqta ilgirki masala, yaratilish masalasi va ya shu. O'zaro yaqin tuqqanlik, sili, rahmi masalasi aranglarda birisi-birisinglardan orzu, umidlaringlarda qo'llanadigan ifoda. Sili, rahmi degan nima bo'lsa, oramizdagi tuqqanlar munosabati. Tuqqanlar munosabatini asiltishda bu yerda. Hech tuqqanlarni bayatdan shunda bog'lasak, asliga qaytsak, men, inim, akam, dadam, buvam, momam, shunday baysa, asli insonlarningki yaratilishi baş Adem Aleyhisselam bilan Havo Aleyhisselamga berib taqiladi bu bir nuqta. Yana bir nuqta shaxslarning mas'uliyati yoki ba'zi masalalarini shaxslarning ustiga tashlab qo'ymaslik, balki butun ijtimoiy jamiyat uni nima elish ustiga elish masalasi bu yerda o'rtaga qana qiladi, chiqadi. Qur'oni Karimdami, boshqa o'rinlardami qarindoshlar, shu Alloh qilib bo'lgan bandichilik
ifodasidagi, ma'nosidagi buyruq yoki cheklangan mazmunlar bilan birga ota-ona masalasi billatilganidi. Boshqa oyatlardan bir mushu suraning o'zidagi bir oyat va 36-oyat va abudulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Allohga ibodat qilinglar, Allohga hech narsani shirk keltirmay qilib, ota-onaga yaxshilik qilinglar. Ota-ona ikkisi teng. Nimishqa? Alloh bizni yaratgan bo'lsa, ota-ona bizning yaratilishimizga, mush dunyoga kelishimizga sabab bo'lgan nuqta. Mush nuqtadan bu alohida o'ringa ega qarindoshlar. Andikan oyatning oxiriga kelaylik. Innalloha kana alaykum raqiba. Ilgirki mazmunda ikki qatim qo'rqish ifodasi bor. Saqlanish, ittaqu robbakum. Oyatning oxiriga kelgan vaqtda Alloh sizlarni ko'zitib turdi deydi. Chunki biz mayli oyatning beshidagi ya yuhannas taqu robbakum, robbinglardan qo'rqinglar. Vattaqullohallazi tasaaluna bil arham. Allohdan qo'rqinglar degandagi ikkala qo'rqishni nima deb tushundik so'roqdashlar? Allohning g'azabi bilan oranglarda fasillik qo'yinglar. Ya'ni oraliq saqlanglar. G'azabga qilishib qolmanglar. G'azabga qilish qanday vaqtda bo'ladi? Buyruqqa xiloflik qilish, cheklimilarni qilgan vaqtda buyruqqa xiloflik qilgan g'azabga yo'l. Siz shu ishlardan saqlanish orqali buyruqlarni joyida ijro qilinglar, cheklimilarni yeninglar, Alloh bilan oranglarda qanday qo'yinglar? Musofa qo'yinglar degan ya. Chunki deganda gap mana shu oxirisidagi. Chunki Alloh subhanahu va taolo sizlarni qanday qilib turdi? Kuzatib turdi. Har zaman. Shunlashqa musofa qo'yinglar. Gunoh ma'siyatdan nari turinglar. Xiloflik qilishdan nari turinglar. Chunki oyatdagi innalloha kana alaykum raqibadagi raqib degan so'z so'zning asli ma'nosini tahqiq qilgan vaqtimizda Qur'oni Karimni Allohning kalomi bo'lg'achqa biz har so'zning ishlatilishi odatda normal insonlarning so'ziga o'xshamaydi. Bir ma'no bor. Raqib so'zning ishlatilishida raqiba degan so'z normalda arab tilida bir kishi insonlar o'tirisidagi ma'nolarga qo'llangan taraflarni davatimiz bor. Ko'zni uzmasdan butun zehnini yig'ib, qarashtirib, nimish quvvatida deb kuzatib o'tganni nima deymiz? Raqiba deymiz. Masalan, kuzatish munolari bor. Bugungi kunda kuzatadigan kameralarning oldidagi ekranlar bor. Ko'zatchi ekronga qarab o'tirib, kim keldi, kim ketdi, kim nimish quvvatida butun zehnini yig'ib kuzatib o'tgan bo'lsa, insonlar o'tirisidagi qo'llanishi ma'suzdancha, mushni arab tilida nima deymiz? Raqib deymiz. Maqsadsiz bir şekilde. Yolda o'tdim. Ko'z oldimdan u yoqdan bu yoqqa birisi o'tdi, bu yoqdan bu yoqqa birisi o'tdi. Ko'zlarim ko'rinib qoldi. O boshqa. Maqsadlik bir şekilde muayyan bir noktada oturup mesela palanını kuzatiman nima ish qilyotdi degan ma'noni raqib. Agar mushu nuqtanda ma insonlar o'tirishga qo'llanishi ma raqib degan so'zningki, raqiba degan so'zningki Alloh subhanahu va taolo sizlarni kuzatdi degan vaqtimizda kallamizga kelish kerakki bizningki Allohdan maxfiy hech ishimiz olmaydi. Bu ma'nodagi yana bir oyat kelgan sura Fajrning 14-oyatda inna robbaka labil mirsqat. Endi Allohning mashta ekanligiga imo etib bo'lgandan keyin Allohningki qilma buyruqlariningki bizda ijro bo'lmasligi ajablanarlik ish. Oyat boshdan oxir bizni mushun askartiyotdi. İnsan bo'lish sifatimiz bilan askartiyotdi. Ya yuhannas taqu robbakum deb va undan keyin Allohning ma'budligini e'tirof qilgandan keyin askartiyotdiki vattaqullohallazi tasaaluna bihi val arham deb oyatning mazmuni shu qarindoshlar. Bugungi darsimiz vaqt munosib bilan mushayda oxirlashdi. Inshaalloh darsning davomini 2-oyatni kelasi darsimizda davom qilamiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.